Taxt Qoracha dovondan o'tganmisiz? Balki bu yo'l haqida eshitgandirsiz. Ha, Sohibqiron bobomiz Amir Temur tomonidan bunyod etilgan Saroy va bog' nomi bilan ataladigan Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarini bog'lovchi dovon bu. Ana shu dovonda o'tayotganda yilning qaysi fasli bo'lishidan qat'iy nazar atrofga boqib uning go'zalligi, betakror tabiatdan zavqlanasiz. Haybatli tog'lar va ular bilan bo'ylashayotgan o'rmonlarni hayrat va havas bilan tomosha qilasiz. Omonqo'ton qishlog'i deyiladi bu joylar. Garchi dovon biroz pastroqdan boshlansa-da, hududda Qoratepa, Tersak singari bahavo, ko'rkam maskanlar bo'lsa-da, Omonqo'tonning chiroyi, tabiati o'zgacha. Shu bois keyingi yillarda mazkur tog'li hududda turizmni rivojlantirish, bu yerda mahalliy va xorijlik sayyohlarning tabiat go'zalligidan bahramand bo'lishlari, maroqli hordiq chiqarishlari uchun keng imkoniyat, qulayliklar yaratilmoqda. Omonqo'ton va Tersak mahallalariga turizm qishlog'i maqomi berildi va bu boradagi ishlar ko'lami yildan yilga kengaygan holda davom etmoqda. Lekin hozir bu haqda emas. Mazkur hududning o'simlik va hayvonot dunyosi turlarini, o'rmon resurslarini muhofaza qilish, ko'paytirish va qayta tiklash maqsadida bundan 4 yil avval tashkil etilgan Omonqo'ton milliy tabiat bog'i haqida hikoya qilmoqchimiz. 2022-yil 4-mart kunidagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 93-sonli qarori bilan shu Samarqand viloyati Urgut tumanini Omonqo'ton tog'li hududlarida milliy tabiat bog'ini tashkil qilish to'g'risida shunday qaror qabul qilingan. Shu qaror bilan birdaniga respublikamizni boshqa viloyatlarda ham jami 5 ta milliy tabiat bog'i tashkil qilindi. Tashkil qilishda asosiy maqsadi tog' va tog'oldi hududlarida noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan o'simlik va hayvonot dunyosi turlarini saqlab qolish, takror ko'paytirish, ularni rivojlantirish, shuningdek ekoturizmni rivojlantirish maqsad qilib belgilangan. Milliy tabiat bog'i tashkil bo'lgandan beri mana qisqa davr vaqt o'tdi. Asosan mana tabiatni asrash, himoya qilish, o'sha muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi qonun talablaridan kelib chiqqan holda ish faoliyatini milliy tabiat bog'i olib boryapti. Birinchi navbatda o'sha o'rmon fondiga qarashli bo'lgan yerda milliy bog' tashkil etilganligi sababli qonunda belgilangan tartib bo'yicha o'sha muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda o'rnatilgan o'sha tartib qoidalar, qonun talablari joriy qilindi bu yerda. Milliy tabiat bog'ida hozir chorva mollarini boqish taqiqlangan, chorva mollari boqilmaydi. Undan tashqari daraxtlarni kesish, butalarni kesish, dorivor o'simliklarni terish, o'tin va boshqa yog'ochbop sanoat uchun chiqarish, bu narsalar hammasi taqiqlangan. Endi o'zgarishlar nima bo'ldi deb aytilgan savolingizga shuni aytmoqchimanki, tabiat shu qisqa davrda o'ziga imkon qadar albatta yaxshi va ijobiy tomonga o'zgardi. Sababi hayvonot dunyosi mana sezilarli darajada ko'payishni boshladi. Qushlar, sudralib yuruvchilar, masalan bo'ri, tulki, quyon va shunga o'xshagan mana oldindan mavjud bo'lgan hayvonlarning soni ko'payishni boshladi, bu birinchidan. Ikkinchidan hatto o'sha o'simliklar, yerda o'sha milliy tabiat bog'ining hududida o'sadigan o'tlar, har bitta o'sha qizil kitobga kirgan mana 37 turdagi qizil kitobga kiritilgan o'simliklar o'sadi bu yerda. Shularning soni sezilarli darajada ko'payishni boshladi. Bundan tashqari hozir Samarqand davlat universitetini biz nimasi bilan botanika kafedrasi, zoologiya fakulteti shular bilan shartnoma asosida tabiatni o'sha uchraydigan shu paytgacha aniqlangan mavjud o'simlik va hayvonot turlarini yanada o'sha ko'paytirish uchun nima chora-tadbirlar belgilash kerakligi to'g'risida, yangi turlarni aniqlash bo'yicha, yana qizil kitobga kiritilishi mumkin bo'lgan, kirilishi kerak bo'lgan o'simliklar yoki hayvonot turlarini aniqlash bo'yicha ham birgalikda hamkorlikda ishlar olib borilyapti. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, 2024-yilda universitet aspirantlari ishtirokida, professor o'qituvchilar ishtirokida juda katta seminar tashkil qilib, milliy tabiat bog'ining hududida foster lolasini in vitro usulida deydi, ko'paytirishni tajriba qilib o'tkazib ekildi. Tajribadan juda yaxshi o'tdi, ijobiy o'tdi. Foster lolasi ekilgandan keyin ona kuzda ekilib, bahorda 25-yilda juda chiroyli bir manzaraga ega bo'lib, shuni unib chiqdi shu narsa.
Shundan bu yerda bir ma'no chiqadiki, demak shu o'simliklarni milliy tabiat bog'ini hududida qaytadan tiklash va ko'paytirish to'liq imkoniyati bor. Bundan tashqari mana hozir asosan tabiiy hudud bo'lganligi sababli ko'chib yuruvchi qushlar bor, ba'zi bir hayvonlar bor. O'shalarni hammasi hozir mana kuzatish ishlari olib borilyapti. O'zini vaqtida belgilangan paytda ular bizning hududimizga keladi, o'zini muddati kelgandan keyin bular ketadi. Shular bo'yicha mana aytadigan bo'lsam, yaqinda 2025-yil 24-noyabrdan to 5-dekabrgacha bo'lgan davrda Samarqand shahrida turizm markazida juda katta konferensiya o'tkazildi. Dunyo mamlakatlaridan 185 ta davlatdan vakillar qatnashdi. Sermazmun konferensiya bo'ldi. Juda ko'p narsalarni shu yerda eshitdik, o'rgandik, ko'rdik. Mana shu tartibda milliy tabiat bog'ida asosiy ish faoliyatini olib boryapmiz. Ancha yillar oldin bu yerda ayiq bo'lgan. Milliy tabiat bog'i bilan tutash bo'lgan Qoflotinsoy degan hudud bor. Milliy tabiat bog'ining hududiga kirmasa-da, lekin bizga o'sha qo'riqlanma zonamizga, bizga tutash joylashgan. Shu yergacha ayiq keldi. Ikkita kichkina bolasi bilan ona ayiq shu yerda kuzatildi. Buni juda ko'pchilik ko'rdi. Biz albatta xursand bo'ldik. Demak, o'sha milliy tabiat bog'i tashkil bo'lgandan beri umuman ov qilish degan o'sha jarayonni to'xtatganmiz. Ov qilish hech qanaqangi mumkin emas bu yerda. Endi ana shuni natijasida hayvonlar ham sezgir bo'ladida, xavf xatar chekingandan keyin ular albatta hududga kirib kelishni boshlaydi, ko'payishni boshlaydi. Tabiiy holda ko'payadi. Bu mana shuni natijasi deb bilaman. Undan tashqari 70 yil oldin shu hududda ko'rinmay ketgan Zarafshon qirg'ovuli kelgan. Mana hozir bizdan o'ng tomondagi tepalikda shu Zarafshon qirg'ovulini o'tgan yili ko'rdik. Boshqa hayvonlar ham ko'payishni boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Omonqo'tonda 1300 turdan ziyod noyob o'simlik va daraxt turlari, 120 turdan ko'proq hayvon va jonzotlar yashaydi. Ularning aksariyati O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Bugungi kunda bog'da 15 nafar xodim ana shu noyob boylikni asrab-avaylash mas'uliyatini o'z zimmasiga olib mehnat qilmoqda. Hozirgi paytda Omonqo'ton milliy tabiat bog'i O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi muhofaza etiladigan tabiiy hududlar departamentining tasarrufida. Milliy tabiat bog'ini asosiy o'zi ish faoliyati, uni tashkil etish albatta shu nima desam, o'rmon hududlarini, o'rmon hududlarida mavjud bo'lgan daraxtlarni, tabiiy holda o'suvchi daraxtlarni, ekilgan daraxtlarni, sun'iy o'rmonni, tabiiy o'rmon, umuman o'sha tabiiy landshaftlarni saqlab qolish asosiy vazifa hisoblanadi. Milliy tabiat bog'ini hududi 1,5 ming gektar, shundan 1000 gektar qo'riqxona zonasi, 400 gektar rekreatsion zona va 100 gektar xo'jalik zonasiga ajratilgan. 1,5 ming gektar maydonni 950 gektarni o'rmon bilan qoplangan hudud tashkil qiladi. Qolgan hududlarimiz ham o'rmon emas deb ayta olmaymiz. Chunki o'sha toshlik, haligi qalin katta daraxtlar mavjud bo'lmagan hududda ham o'sha noyob hisoblangan Qizil kitobga kiritilgan Zarafshon tog' archasi o'sib turibdi. Achchiq bodom daraxti o'syapti. Do'lanani 2 xil turi o'sadi. Uchqat degan juda noyob o'simlik, bu buta hisoblanadi, bular o'syapti. Undan tashqari boya aytganimdek 37 xil turdagi Qizil kitobga kiritilgan o'simliklar hamma joyda o'sadi. Endi daraxtlarga keladigan bo'lsak, 20 turdan ortiq daraxtlar mavjud. 1878-yilda Omonqo'ton hududida o'rmon tashkil qilingan. Mahalliy aholi, o'sha entuziastlar deyiladi, shular ishtirokida mahalliy aholi va boshqa o'sha paytda mavjud bo'lgan tashkilotlar hammasi birgalikda o'rmon barpo qilingan. Endi hammaga ma'lum, o'sha payt elektr energiyasi bo'lmagan, hozirgi zamonaviy sug'orish usullari bo'lmaganligi sababli terrasa usulida o'rmon ekilgan. Terrasa usuli namgarchilik to'planib, chuqurlikda o'sha daraxtlarda yashab ketishi uchun, suv bilan ta'minlash, namlik darajasini yuqori bo'lganligi uchun saraton yozgi paytlarda daraxtlarga ko'mak bo'lgan. Sug'orilmasdan turib shuncha daraxt o'stirilgan. Daraxtlardan aytadigan bo'lsam, ayland daraxti bor, yolg'on rabinya deydi, o'sha akatsiyaning bir turi bor, zarang bor, qizil do'lana, oq do'lana, Zarafshon tog' archasi, eman daraxti bor, yasen bor, tog' olchalarining 3-4 xil turi bor, pista daraxtlari bor, kamroq bo'lsa-da, grek yong'og'i daraxtlari, juda xilma-xil daraxt butalar o'sadi.
umuman oladigan bo'lsak, Milliy tabiat bog'ini jami hududida 1300 turdan ortiq o'simlik o'sadi. Maqsad shu o'simliklarni saqlash va yanada ko'paytirish. Daraxtlarni, demak, o'rmonzorlarni tabiiy ko'payishi degan shunday bir yo'nalish borda, tushuncha bu o'rmonchilik sohasida Milliy tabiat bog'i qo'riqxona tashkilotlarida shunaqa tushuncha bor. Bundan tashqari mana 2024-yilda mamlakatimiz prezidentini 140-sonli qarorlar qabul qilingan. Mana shu tabiiy o'rmonzorlarni tabiiy ko'paytirish, o'rmon landshaftlarini barpo etish va ularni yanada kengaytirish borasida. Shu qaror bo'yicha ham bizga hozir 200 gektar hudud ajratilgan, tabiiy ko'payishiga ko'maklashish. Bu yerda ekilmaydi. Endi Milliy tabiat bog'i hududi qo'riqxona zonalarida ekib, shu bor o'simlikni tabiiy ko'payishiga ko'maklashish kerak. Bu ko'maklash qanday amalga oshiriladi? Eng birinchi navbatda qo'riqlash, himoya qilish. Chorva moli kirmasligi kerak. Inson omili, o'sha inson faoliyati salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Kirib bosib narsa. Mana shu tomonlar hozir shu yo'nalishda ishlar olib borilyapti. Men xursand bo'lib bitta narsani aytishim mumkin. Muhofazaga olingandan buyon shu tabiiy holda o'zini ildizidan yoki urug'idan chiqadigan turli xil daraxtlar, to'g'risini aytsam, million tubga yaqin unib chiqdi. 1 yillik, 2 yillik, mana 3-yil ketyapti, 3 yillik qariyb daraxtlar, shunaqa nihollarimiz hozir tabiiy Milliy tabiat bog'i hududida mavjud. Bu o'sha tabiiy ko'payishda eng nima deydi, asosiy bir ko'rinishida, shuni samarasi. Bunga endi buning uchun faqat bu uchun qarab o'tirishimiz kerak emas, albatta uni boshqa qilamiz. Mana xo'jalik zonamizda hozir biz rejalashtirdik. Albatta mana bahorgi mavsumda juda turli xil iqlim sharoitiga mos, mana shu aynan shu yer, shu tuproq sharoitiga mos keladigan nihol daraxtlarni ekib ko'paytiramiz. Milliy tabiat bog'i bo'lgandan keyin rekreatsion zonada qonun bilan ekoturistik faoliyatga ruxsat berilgan. Ekoturistik faoliyat bu o'sha tabiat qo'ynida turistlarimiz, keladigan mehmonlar, o'zimizning mahalliy fuqarolarimiz, mahalliy turistlar deymiz. Hamma shu kirib bu yerda tabiat manzaralaridan bahramand bo'lish kerak. Tabiat manzarasidan bahramand bo'lgandan keyin albatta o'z navbatida toza havodan nafas oladi. Tabiatni o'sha go'zalligini ko'radi, o'rganadi. Ayniqsa yoshlar, farzandlarimiz bular kelib ko'radigan bo'lsa, tabiatga qiziqish, ya'ni tabiatni himoya qilish, buni muhofaza etish kerak ekan, shunaqangi chiroyli maskanga aylanar ekan degan fikrlar paydo bo'ladi. Shu uchun albatta harakat qilyapmiz. Biz mana shu rekreatsion zonamizda mana hozir biz turgan joygacha kirib keladigan yo'lak bor. Undan tashqari qadimiy o'sha eski Taxti Qoracha dovoni bor hududi. 5,5 kilometr Milliy tabiat bog'ining hududida joylashgan. Shu yerga tashrif buyuruvchilar kirib, aylanib, toza havodan nafas olib, tabiatni ko'rib, shu yerga fotosuratlarga tushib, faqat o'sha ruxsat etilgan rekreatsion hududlarga ekoturistik faoliyat ham hozircha ishlab turibdi. Buni biz yanada kuchaytiramiz. Loyihalar qilingan, o'sha tegishli maskanlar qilish, o'sha yengil konstruksiya, skameykalar, o'rindiqlar qo'yish, boshqa sharoitlar yaratish masalalari hammasi rejalashtirilgan. Bundan tashqari mana hududda biz hozircha 6 ta o'sha besetkalarni yengil konstruksiya yo'l yoqasida qurganmiz. Bahor mavsumida, yoz mavsumida tashrif buyurganlar shundan foydalanishdi. Bu albatta bizni xursand qiladi, chunki tabiat yaxshi ma'noda tabiatga zarar yetkazilmagan holda umuman barcha insonlarga, fuqarolarimizga, xalqimizga xizmat qilish kerak. Shu jarayonda albatta eng asosiy masala bu yerda tabiatga zarar yetkazilmagan holda shu narsa amalga oshirilishi kerak. Shu borada ishlarni olib boryapmiz endi. Albatta bu natijalar Omonqo'ton milliy tabiat bog'i xodimlarining zahmatli mehnatlari ilk samarasidir va ular bu yo'lda hali doimiy izlanishda, yana ulkan maqsad, rejalar bilan mehnat qilmoqda. Agar yo'lingiz tushib Taxti Qorachadan o'tayotgan bo'lsangiz, albatta Omonqo'tonda to'xtab o'ting. Uning go'zal tabiatidan, musaffo havosidan bahramand bo'ling.